Hop, hammasini boshdan boshlaymiz. Xo'sh, gapiringchi. Men ismim Suhrob. Men klinikada pulmonolog bo'lib ishlayman. Bu o'pka doktori. Biz Alisherni qatdan taniysiz? Men Alisherni yoshligimdan taniyman. Lekin anchadan beri ko'rishmagan edik. Oxirgi marta ko'rganimda texnika do'konida sotuvchi bo'lib ishlardi, adashmasam. O'sha kuni oldin kelganida xursand ham bo'ldim, hayron ham bo'ldim. Assalomu alaykum. Suhrob aka, oldingizga bemor keldi. Yuragida og'rig'i bor ekan. Dilnoza, men pulmonologman. Bu esa kardiologning ishi. Yo'q, ishi bo'yicha sizni tanirkan. Manimi? Alisher? O'zingmisan? Alish, o'zing yaxshimisan? Yaxshiman o'rtoq. Ishlayapman. Uylandim. Uylangandan keyin tashvishlar ko'payib ketar ekan. O'zing ham bilasan-ku. Men o'zi uylanmaganman. Lekin Alish ham so'ramadi, men ham yetib o'tirmadim. Lekin bola nasib qilmadi bizga. Shuning uchun bolalar uyidan bola oldik. Zo'r, savob ish qilibsizlar. Lekin sal o'tmasdan ish qilib bolani mazasi bo'lmadi. Hozirgina chiqdim, sekin-sekin mana hozir mashinaga o'tiraman, ketaman, yo'lga chiqaman. Shu narxi ko'taravergan bo'ldi, yoki ushaga yo ko'taravergan bo'ldi, samirlarni tiqvorursa bo'ldi. Alisher aka! Doktorga olib bordik. Yurak nuqsoni kasalligi chiqdi. Bundan tashqari Qon kasalligi ham aniqlanibdi. Qara. Yurak nuqsonini davolashda men yordam beraman. Mana shuni qilib beramiz o'zimizda. Lekin likoz bu jiddiy kasallik va uni davolash uchun katta pul talab qilinadi. Qancha? qancha? 100 ming, 120 ming atrofida gapiramiz. Ancha qimmat ekan, ha? Jiddiy operatsiya-da u. Mayli. Pul topish yo'lini harakat qilarman. Rahmat. Alish. Men qara o'rtoq, momoyning yechimi bor. Bizda bir xil bemorlar shunaqa, bizda emas, o'zi umuman ko'p ko'rganman unaqa narsani. Momoni Instagram, Facebookga olib chiqishadi-da, o'sha kerakli pulni yig'ib ishini bitiradi. O'rtoq, men bu Instagramlaringni tushunmayman. Men tushunaman. Qara, birgalikda post qilamiz. Men senga o'zim yordam beraman. Instagramga bolangning rasmini qo'yamiz, momoni ommaga aytamiz. Bo'ldi, summani yozamiz. Mayli, hamma summani yig'masmiz. Hatto yarmisini, hech bo'lmaganda bitta qismini yig'aylik, bu ham yechim-ku.
odam qilgan ishni odam qiladi. O'rtoq, men senga o'zim yordam beraman, o'zim tushuntirib beraman. Qara. Bo'ldimi, ketdimi? Ha, tamom. Xo'p. Assalomu alaykum hammaga. Afsuski, o'g'limizda yurak nuqsoni va qon kasalligi aniqlangan. U ikki filmda tushganimiz g'alati emas. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Yaxshi bo'ladi. Xo'p. O'zi san vrachsan. Keysan o'zing chiroyli mana gaplari bilan olovlisan-ku. Bo'pti. Keyin montajda kesib tashlaymiz ham. Ha, bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Suhrob, vrach pulmonologman va Alisher yaqin do'sti. Xo'p, qara mana. Instagram sahifani ochdik. Mana hozir hamma olgan foto, videolarni mana shu qo'ydim. Mana men bu yoqqa kartani yozdim, hamma ma'lumot bor. Bo'ldi. Suhrob aka, nima deb o'ylaysiz? O'zi pul yig'larmikin? Endi buni men misol uchun aniq ayta olmayman. Odatda masalan kimdadir 1 oyda yig'iladi, kimdadir 6 oyda. Rasm bilan video olish bu qiyin ish emas. O'sha kunning o'zida Instagram va Telegramni ham to'g'rilab berdim. Bu veb-saytda yig'ilayotgan barcha pullar mana 0 turibdi, mana shu yerda ko'rsatilib turadi. Mana shu narsani kuzatib turasan. Bo'ldi, tushundim. Vaqt o'tgan sari Instagramda aktiv ko'payib, pul ham yig'ilishni boshladi. Men esa o'zimning ishim bilan ovora bo'ldim. Xo'p, Jabaro, men bir ikkita dori yozib beraman. Qo'rqinchli joyi yo'q, o'pkangizni ko'rib chiqdim, hammasi toza. O'zingiz uchun prosta ichib turasiz profilaktikaga. Rahmat. Shu bilan chiqib ketadi. Ha, aytmoqchim. Men sizni Instagramdan topib kelgandim. Haligi bolaga hali ham pul yig'yapsizlarmi? Men ham pul tashagandim. Ha, hali ham yig'ilyapti. Zo'r ish. Xo'p, dorilaringizni yozib beraman, qimmat turmaydi. Alisher aka, ko'rdingizmi? Pul yig'ilyapti. Pul yig'ilyapti. Ancha yaxshi aka, natijani o'zi yaxshi bo'lyapti. Mana napopravka ketyapsiz, xudo xolasa. Hozir uzr-a aka? Shuni javob berib oling. Alo. Alo. Assalomu alaykum Suhrob aka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Bolaga bir gap bo'ldimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Faqat sizga bitta iltimos bilan qo'ng'iroq qilayotgandim. Layloning qo'ng'irog'i men uchun kutilmagan bo'ldi. Ha, bilaman, qarzim bor. Pulni qilib beraman sizga. Prosta bilmayman qayerdan pul olishni. Aytishi bo'yicha pul allaqachon yig'ilib bo'lgan. Alisher esa bu pullarni o'zini xarajatlariga ishlatishni boshladi. Bolani operatsiyasiga yetarlicha pul yig'ib bo'lindi. Lekin Alisher aka, hisobdan pul yetmayaptilar. Yo'q. Ha, shunga o'zingiz bir gaplashib ko'rasizmi demoqchi edim. Xabar berganingiz uchun rahmat. Aytgancha bolani operatsiyasi pul yig'dinglar. Instagramingizni ko'rib qoldim. Alish, pul yig'ishni to'xtatish kerak. Bo'ldi, menimcha уже yetarli pul yig'ilib qoldi, o'tdi. Lecheniyani boshlash kerak, operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish kerak. O'rtoq, operatsiyadan tashqari xarajatlaring bor-ku, o'zing bilasan. Qanaqa xarajatlar? Sen jinni bo'lganmisan, kalling joydami? Bola saniki-yu, ertaga kech bo'lib qoladi. Yetmaganni men qoplab beraman. Bo'ldi, pul yig'ilishni to'xtatgan. Ertadan boshlash kerak, tushundingmi? Xo'p, pul yig'ishni to'xtatamiz. Xo'p, qara. Ertaga men klinikada hamma narsani gaplashib qo'yaman. Ertalabdan analiz topshirib, sekin davolashni boshlaymiz.
Qolganini hal qilamiz. Men yordam beraman. Xo'p. Ertangacha. Alisher bilan gaplashganimdan keyin ko'nglim joyiga tushdi. Klinikaga borib, hamma vrachlarni tayyorlab, davolanish uchun hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Endi esa bemorni davolash qoldi xolos. Dilnozir. Bo'ldi, meni oldimga bugun hech kimni qo'ymang. Hamma uchun yo'qman. Xo'p, rahmat. Suqrot, Assalomu alaykum. bemorlaring qani? Hozir mana gaplashyapman, ozgina kech qolgan ekan, hozir kelishadi. Operatsiya hamma narsa tayyormi? Xo'p, men telefon qilaman. Bo'la qolinglar. Xo'p, bo'ladi. Alisher. Alish. Kelin. Alisher. Alish. To'g'risi, Instagramda pul yig'ilishi to'xtatildi degan rasm yoki video kutgan edim. Lekin bunisini emas. Bilmayman, Alisher qanaqa qilib bunaqa darajagacha tushdi. Balkim unaqa katta pulni umrida birinchi marta ko'rgandir. Bolani ham tashlab ketishibdi. Men esa Hozir qayerda va kim bilan? Xabaringiz bormi?
yetib qolamiz. 1 soatlarda bo'lamiz. Ozgina qoldi. Yo, aka, iltimos, kutib turinglar. Biz bugun ketishimiz kerak. Ertaga kech qolamiz. Assalomu alaykum. Men Bahrom akadanman. Pul masalasi. Karta. Allo Bahrom aka. Narigi bolalaringiz ishonchlimi? Hozir kartani berdim, hali beri chiqishmayapti. Ha, o'zimiz kech qoldik-ku, shuning uchun. Ha, yo, albatta ulguramiz. Xo'p. Xo'p. Xo'sh, Sani deb har doim hamma joyga kech qolamiz. Qani unda? Qani endi ular? men qayerdan bilaman? Xizmat haqqi. Da, aka, yetib qolamiz. 1
bugun ketishimiz kerak. Ertaga kech qolamiz. Alo. Alo. Biza mehmonxona topishimiz kerak. Tez ol. Shitdayam kech qoldik biza. Hammasi sanidi. O'sha allaqachon biza chegaradan o'tib ketardik. Menga qara. Hozir uxlagani yod. Ertaga voqli turishimiz kerak. Tag'in uxlab qolmagin yana. Tushundingmi?
bormisan Pariza, bormisan Men shunchaki do'stimga yordam bermoqchi edim xolos. Shunaqa. Yomonga yordam beraman deb o'ziga dushman orttirasan. Endi xulosa har kim o'zida. Agar Alisher bilan Laylo topilmasa, bolan taqdiri nima bo'ladi? Ko'zlaringga boqib hech to'ymadim. Aytganimga Bolani boradigan joyi yo'q. Shuning uchun bolani uyiga qaytarishga to'g'ri keladi. Laylo? O Laylo! To'xtating, Alisher moshinasini aniqlandi. Naryad chaqir. Ketdi. Belginang, belginang, ko'zlaringga boqib hech to'ymadim. Aytganimga ko'nmasang, qo'ymadim, qo'ymadim. Bu kino rostdan ham bo'lgan voqealarga asoslangan. Men bu voqealarni birinchi marta eshitganimda juda qoyil qolgandim, shunaqa narsa o'zi bo'lishi mumkinligini. Lekin shunda ham biz bu g'oyani sal bir yumshatishga harakat qildik. Chunki men eshitganimcha bu istoriya happy end bilan tugamagan ekan. O'zi oxirgi payt bu sohada ham firibgarlar juda ko'payib ketgan ekan. Ba'zida odam ehson qilayotgan puli NIP adresiga ketib qolishi ham mumkin ekan. Shu sabab Klik o'zini ilovasining ichida inson uchun degan platformani yaratgan. Bu platformada hozirgi paytda sbor ketayotgan har xil istoriyalarni ko'rib chiqsa bo'ladi. Bu yerda qo'yilgan keyslar hammasi tekshiruvdan o'tgan. Har bitta случай podrobno yozilgan. Qanaqa diagnoz, nima bo'lgan, qancha pul kerak, qancha pul qoldi va eng asosiysi siz ehson qilgan pullaringizni qayerga ketganini ko'rib tursangiz bo'lar ekan. Ular bo'lsa yig'ilgandan keyin primoy fond orqali sbor qilayotgan odamning lichenyasiga ketar ekan. Shunaqa gaplar. Sizlar uni hozir ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi, приложениеda. Hozirgi paytda qanaqa keyslar bor va zaвершённый degan vkladkada hamma yordam berib olgan odamlar hammasi istoriya arxivida qolib ketadi.
bu temani to'g'ri olib chiqish va yoritish men uchun qanaqadir bir challenge edi. Shuning uchun bu buyurtmaga o'zimni yaqin do'stim va kollega rejissyor Mirzo Bigibayevni chaqirdim. Agar kimdir bilsa yoki o'sha oxirida chiqib yotgan titrlarni o'qigan odamlar bo'lsa, Mirzo birinchi qisqa metrajli kinolarimdan boshlab yordam bergan. Biz birgalikda ssenariyni yozardik. Meni g'oyalarimni, ideyalarimni o'sha ozgina bir ko'proq struktura berishga juda ko'p yordam bergan. Shu uchun mana shu g'oyani biz birgalikda ishladik. Ssenariyni ham, postanovkasini ham, shuning uchun o'ziga ham bir ikkita so'z gapirishga beringlar. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Mirzo Bigibayev. Inson uchun proyektida men ssenariy muharriri bo'lib qatnashdim. Timur bu voqeani ustidan kuzda ishlashni boshlagan. Men yoniga birinchi kelganda haqiqiy voqeani aytib bergan. Bu voqea hayotda bo'lgani uchun film strukturasiga moslashtirish sal qiyinchilik yaratdi. Bir nechta ssenariy o'ylab topdik, bir nechta hikoyalarni yozib chiqdik. Va oxiri shu proyektni bitirishimizga 2 oy ketdi. Shuning uchun paytdan foydalanib hammaga rahmat aytmoqchiman. Texnik jamoa, aktyorlar va birinchi o'rinda tomoshabinlarga. Chunki barcha qiladigan harakatlarimiz, tajriba, bilim, sifatga intilish bu hammasi sizlar uchun. Yoqsa ham, yoqmasa ham vaqt ajratib ko'rganinglar uchun rahmat katta. Rahmat. Yordam beringlar. Birinchi kun o'zi 3 kun bo'ladi syomka. Birinchi kuni bugun boshlandi. Тимур Романчиков делает фотографии. Свадебные фото недорого.